Yaxshi, Johan uyini yaxshilab yopib qo'ydim. Endi kelgandan keyin kira olmaydi. Yaramas, jinoyat qilasan, jinoyating uchun bu jazo. Endi kirmaysan. Ketdim, janob merga tayinlab qo'yay kirmasin deb. Yaxshi, videolarni olib bo'ldim. Endi buni YouTube'ga yuklashim kerak va mana yuklandi. Hozir 3 ta video oldimmi? 3 ta olibman. Uchalasini ham yuklayman. Bo'ldi, ajoyib. Bo'ldi. Endi nima qilishni o'ylab ko'rish kerak. Nima qilsam ekan, bu yerda o'tiraverishim cho'nga tegib ketdi yaxshisi. Qishloqqa bir chiqaymi ekan. Agar ular meni ko'rsa qamab qo'yishlari yoki nimadir qilishlari mumkin. Mayli, chiqib ko'raman. Qamashsa ham endi nayloj o'zi qamoqqa o'tirgandek o'tiribman-u. Tak, bu yerda hozircha hech kim ko'rinmayapti. Bu juda ham yaxshi degani. Jitellar nahotki, janob Merdi uyning yonida ekan. Uyimni nima qilishdi? Tushunmadim. Uyimni yopib tashlashganmi hamma yo'g'ini? Tushunmadim. Rostdan ham hamma yo'g'ini yopib tashlashgan. Bu nima qilishdi bular? Qaranglar, nahotki jitellar mayli qamashsa ham endi nima ham derdim. Uyimni ham rasvosini chiqarib tashlashibdi. Yo, nima bo'lgan, uyimni nima qilishgan? Oho, rasvo qilishibdi. Mayli, hozir janob Mer yoniga boray desam, janob Mer ham axir jinoyat qilganini biladi. Ya'ni polizlarni yo'q qilib chiqqandim. Meni polizimni kimdir sozlab qo'yibdi. Qo'shimni polizni ham sozlashibdi. Bu yerdagi polizlarchi? Bu yerdagi polizlar sozlanmagan. Janob Merga mayli shu polizlarni sozlab beraman deb turib ruxsat olsammikin, shunaqa qilaman shekilli. Hozir janob Mer uyida. Assalomu alaykum janob Mer. Sen nima bu yoqqa kelding? Va alaykum. Kechirasiz, sizdan kechirim so'ragani kelgandim. Mendan kechirim so'raganing bilan jitellar seni kechirarmikan? Bilmadim, meni kechiring iltimos, men bilmasdan qilgandim axir. Mayli kechiraman, lekin qara, politsiyachi kirmasa degan seni. Politsiyachiga biron nima deng, aybini tan oldi, kechirim so'radi deng. Xo'p, aytaman. Faqat bitta shart bor. 2 ta poliz ko'ryapsan yomon ahvolda, o'sha sozlaysan. Bo'ldi, sozlayman. Borib uyingni ham sozlab ol keyin. Mayli, rahmat janob Mer. Arzmaydi, bora qol endi. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Ana endi bu polizlarni ham sozlab berishim kerak bularga. Qanday qilib kiraman endi uyimning ichiga? Mana shu yerdan birortasini sindirib, derazani sindirib kirmasam, hozir yotib kirmasam o'zi bu yerdan kirishning ilojisi yo'q. Hozir derazani ham rasvosi chiqdi. Mayli, hozir bu yerdan asbob uskunalarimni va poliz ekinlarimni olsam, olib borib jitellarga ekib beraman bu narsalarni. Hozir yana bir amallab chiqib olsam bo'ldi. Yaxshi. Bu yerni qaytarib paka hozircha yopib turayin, chunki hozir yopib turmasam bo'lmaydi. Qanday yopsam bo'ladi? Yopilmayapti. Mayli, shu yerda turib tursin hozircha. Keyin yopsam yopaman. Hozir jitellarni, hoy jitel. Sen nima qishloqqa yana kelding? Seni haydashgandi-ku. Polizlaringni sozlab bermoqchiman. Kechirdimi janob Mer? Kechirim so'radim. Mayli, biz ham kechirdik bo'lmasa. Tezroq sozla faqat. Biz poliz ekinlarni eka olmayapmiz. Bo'ldi, hozir tezroq ekib beraman. Sabr qilib tursanglar agar. Yaxshi bo'ldi. Muhimi kechirishlari kerak edi. Eng muhim narsa shu edi men uchun. Hozir bu yerga narsalarni ekib beraman, keyin esa hech qanaqa problema bo'lmaydi. Bu tomonga sabzi ekaman. O'zimning hosillarimni mayli shularga ekib berayin. Nima uchun bunaqa bo'layotganini bilmayotganlar uchun o'tgan galgi videoni ko'rishinglarni maslahat beraman. Ya'ni prank qilaman deb hamma polizlarni buzib chiqqandim va qishloqdan haydab yuborishgandi. Shu uchun shaxtaning ichida yashab turgandim. Hozir esa shaxtadan chiqib kelib turib, ana endi bulardan kechirim so'radim va nihoyat kechirishdi. Endi bemalol mazza qilib shu yerda yashayman. Xo'p, mana bularni qaytarib ekib chiqaman. Bularni o'zi keyinchalik yetishtirib oladi. Bo'ldi, hammasi chotki. Janob Merga aytaman hozir borib. Janob Mer, ko'rdingizmi, hammasini qildim. Yaxshi. Sen borib uyingni sozlab tur, keyin yana bitta ish buyuraman. Qanaqa ish? Avval borib uyingni sozla, keyin aytaman. Mayli, unda ketdim. Mayli. Aytgancha menda bir ikkita mana poliz ekinlari bor, soliq sifatida sizga tashlab ketaman. Mayli, tashlab ket, lekin ular kamki qo'lingdagi. O'zimning polizimda hosil bor ekan, unda o'shalarni ham olib kelib beraman. Mayli, olib kel. Bo'pti. Avval uyimni sozlab olay, keyin boshqa narsalar bilan shug'ullansam bo'ladi. Uyimni sozlash uchun albatta, anchagina daraxt kerakmi deymanda. Daraxtni qayerdan olaman? Mayli, shu tomondagi daraxtlardan olib kelayin. Lekin juda ham yomon ahvolga tushib qolibdi uyim. Buni politsiyachi qilgan adashmasam, chunki politsiyachilar doim shunaqa qilishadi. Qanaqadir jinoyat bo'ladigan bo'lsa, unga jazo sifatida uyni musodara qilinadi yoki yopib qo'yiladi yoki nimadir qilinadi. Xolos, pechatlab ketishadi.
O'shaning uchun shunaqa holat qilib tashlashgan. Lekin bu narsadan men norozi bo'lmasligim kerak, chunki qilgan ishimga yarasha jazo berishgan. Bunaqa ishlarni вообще qilmaslik kerak. Sizlarga umuman tavsiya etmayman. Bunaqa ishlardan yiroq yurishinglarni maslahat beraman. Hop, mana bo'ldi, всё. Yana nechta daraxt olsam ekan, bu yerda olaman. Buni ham hozir hammasini shundan yig'ishtirib olamanda, olib borib uyimni sozlab olaman. Menimcha shu daraxtlar yetib qolsa kerak. Yetmaydigan bo'lsa agar yana kelib olib ketsam bo'ladi. Menimcha yetsa kerak, chunki daraxtdan ko'p bo'lsa 4 ta ketadi, qolganini ham 13 tasidan 4 tadan ko'paytirib yuborsak 50 ta, 1 stak yaqin taxta bo'ladi. 1 stak taxta bemalol yetsa kerak. Xo'sh, birinchi o'rinda mana bu mana bunaqa yopib chiqilgan narsalar olib chiqaman, chunki juda ham rasvo holatda turibdi. Mana bu zaborlar, temir zabor qo'yishgan, qaranglar. O temir zabordan qanday kiraman, axir men kira olmayman-ku. O'shaning uchun ham ruxsat berishgan, juda ham yaxshi bo'ldi. Bu yerda ham bor ekan, buni ham olib tashlayman, juda ham ajoyib. Mana buni ham olib tashlab turib, o'rniga buni qo'yib qo'yayin taxtani. Keyin bu yoq taxtalarni keyin o'zgartirib chiqaman. Avval bu yerga ham tosh qo'yib ketishgan. Nima bunaqa qilishgan, hayronman. Hozir bu tomonlarni ham to'g'rilayman. Menga вообще tosh kerak yo'q, chunki taxtali joylarni faqat shunaqa qilishgan. Alhamdulillah. Hozir burnim achib ketdi nimagadir. Mana bu daraxt changiga shekilli shunaqa bo'ldi. Mayli, hozir qaranglar. Kim kommentariyaga sog' bo'l deb yozgan bo'lsa, albatta hammanglarga rahmat. Nima qilmoqchi edim? Aytgancha men bu yerdagi bloklarni o'rniga taxta qo'yib chiqishim kerak. U uchun birinchi daraxtlarni taxtaga aylantirib yuborish kerak. Xo'p, bularni olib chiqaman. Chunki bular hozir bizga вообще keragi yo'q. Mana chunki taxta edi-da bu yer avval. Taxta bo'lgani uchun ham o'z holatiga qaytarib taxta qilib qo'yishim kerak. Chunki uyimni eski holati shunaqa edi. Keyin shaxtadan borib o'zimni eski narsalarni olib kelaman. Ya'ni kravatim bor edi, ya'ni yotog'im, keyin esa notebookim va stulim bor edi. O'shalarni olib kelaman. Hozir bu yerni ham to'liq olib tashlash kerak. Bunaqa toshmi, g'ishtmi nimadir qo'yilgan, g'isht qo'yilgan ekan, pishgan g'isht qo'yilgan ekan, hattoki oddiy g'isht ham emas. Agar oddiy g'isht bo'lganda ham mayli edi. Uni kirga emas, oddiy belkurak bilan ham sindirib tashlasa bo'lardi. Hozir buni belkurak bilan sindirishga to'g'ri kelyapti. Mayli, nima bo'lsa ham sindirib chiqaman, nayloj, chunki aytibman, o'qigan ishim uchun yarasha jazo berishdi. Bu yerdagi toshni ham olib tashlaymiz, chunki tosh ham noto'g'ri qo'yilgan turibdi bu yerda. Mana bu yerda bitta g'isht qo'yilgan ekan, buni olib tashlayman. Taxtani qo'yib yuboramiz bu yerga cho'tga. Bu tomonlarni ham shunday qilib to'liq taxtalashtirib chiqish kerak. Mana janob men qanaqadir ish buyuraman degandi, lekin qanaqa ish buyurishini aytmadi nimagadir. Keyin aytaman dedi. Hozir boraman. Avval borib narsalarni olib kelishim kerak. Bu yerga kerak emas narsalarni tashab qo'yaman. Tak, mana borib endi o'sha narsalarni olib kelayin, keyin joylashtirib chiqaman. Bu yer nimagadir eshik yo'q, zabor yasash kerak. Yasayman. Menda ortiqcha taxtalar juda ham ko'p, ya'ni ortib qoldi hozir. Bu yerda fake bloklarim bor. Mana bu bloklar, ko'ryapsizlar, o'tkazmaydi hech narsani. Mana shu bloklarni olib ketaman shu yerdan. Bular bir martalik ekan, mayli. Bularni endi kerak yo'q menga. Tak, bularni shu yoqqa tashlab ketaman. Kim olsa olaversin. Ko'rshapalak ekan shekilli. Tak, mana bularni olib ketishim kerak. Tak, notebookni ham olib ketaman, kravatni ham olib ketaman. Fakel tura qolsin mayli. Chunki uyimni ichi shundoq ham yorug', lampa bor uyning ichida va fakel вообще menga kerak bo'lmaydi. Narsalar o'rnataman, keyin poliz ekinlarini olib borib janob yerga topshiraman va buyuradi qanaqadir ish, o'sha ishni qilaman keyin. Tak, bu yerga turadi va notebookni ustiga qo'yamiz. Stulchikni esa stulchikni mana bu yerga bunaqa qilib qo'yib qo'yaman. Takoy. Menimcha endi uyim eski holatiga o'xshadi, to'g'rimi? Kommentariy yozinglar. Bu yerda pechka bilan verstak bor edi, adashmasam. Mayli, pechka bilan verstak yasash problema emas biz uchun. Hozir bitta verstak yasayman avval. Verstakni tepaga qo'ygandim, mana bu yerda turgandi verstak. Bitta eshikcha kerak bizga. Tak, 4 ta cho'p olamiz. 8 ta bo'lib ketdi. Mayli, 8 ta bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Tak, ikkalasini olib turib qo'yib turaylik. Keyin bitta eshikchani olaman-da. Eshikchani nima qilasan, Jo'xa degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Mana bu yerda turadi. Jittillar kirib chiqmaslik uchun patechka bo'ladi. Nechta tosh bor ekan pechka uchun? Bir donagina bor ekan, bor yo'g'i. Mayli, pechkani keyin olib kelaman. Avval poliz ekinlarini olib turib, olib borib janob yerga soliq to'lab kelayin. Chunki soliq bizda majburiyatimiz, uni ado etmasak keyin qishloqdan battar haydab yuborishlari mumkin. O'zi 3 kun adashmasam qishloqda yashamay, ko'chada, ya'ni shaxtada yashadim. Shaxtada yashash esa juda ham qiyin bo'ldi, chunki toshli joy, hamma yoq tosh.
zak bo'lib ketgan, yashash juda ham qiyin. O'shaning uchun sovuqda yashamaslik uchun hammaga maslahatim o'sha merlarni yoki o'zingizlardan kattalarni aytganini qilishinglar kerak. Ketmon qo'yib turib, o'rnimni qo'yib turaylik. Hozir qaytarib ekib chiqaman bu yerga. Bularni ekib bo'lgandan keyin olib borib janob merga berib, qanaqa ish buyurishini bilib turib, o'sha buyurgan ishini qilsam ham bo'ladi. Hop, mana cho'tka, bu tomonga ham sabzi ekaman va birinchi qatorga kartoshka ekaman. O'zi sabzi bilan kartoshkaning joyini almashtirib yubordim-u, ham mayli. Hech nima qilmaydi. Mana bu yerga sabzi qolib ketgan ekan. Okey, sabzini ham olamiz. Bo'ldi. Всё, menimcha hammasi cho'tka. Endi janob merga topshiraman-da bu narsalarni, keyin qanaqa ish buyurishini bilib turib, ishini bajarib kelaman janob merni. Janob mer, soliqlarni olib keldim. Ha, yaxshi, joyiga qo'yib qo'y. Hozir qo'yib qo'yaman joyiga mana. Va mana qo'ydim hammasini. Yaxshi, borib menga bir stak tosh olib kelib ber. Tosh nimaga? Kerak bo'lyapti. Men senga bermoqchi bo'lgan ishim mana shu. Bo'ldi, o'zimga ham kakras tosh kerak edi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Pechka yasamoqchi edim. Toshni albatta yaqindagi shaxtadan olsam ham bo'ladi. Juda uzoqqa borishim ham shart emas. Kakras o'zi fakir qo'yibman, yoritib, o'sha joydan olsam bo'ladi. Ya'ni men bu yerda uy qilganini ko'rgan bo'lsanglar agarda, ko'rdinglar-ku, videoni boshidan beri mana shu yerda yashadim o'zi. Ya'ni bir necha kundan beri yashayapman o'zi, to'g'rirog'i. Mana shu yerdan olib boraman. Yorug'lik bemalol tarqaladi hamma yoqqa. Sizlarga aytadigan gapim o'sha ya'ni qonunlarga amal qilishinglar kerak, bo'lmasa ko'chada yashaysizlarmi, boshqa mamlakatda yashaysizlarmi, qamoqda yashaysizlarmi, farqi yo'q. Xo'sh, mana va mana hammasini olib chiqaman tezroq. Bir stak qachon bo'lar ekan bu? Bir stak bo'lgandan keyin bir stakdan tashqari yana 8 top ketishim kerak, chunki o'zimga ham bitta pechka qurishim kerak. Yo 7 top borsam ham bo'ladi. Uyimda bitta bor aytgancha. Xo'p, kirkam sinib qolmasa bo'lgani muhimi. Agar sinib qoladigan bo'lsa dabdala bo'ladi. Va bir stak ozgina qoldi. Menimcha mana bir stak bo'lib qoldi-da. Bir stak bo'ldi. Endi esa 8 dan olaman va ketaman.